bonus, 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 ayron yoki limonad. Bonus va donarimiz 75 ming so'm. Mana shu hammasi 75 ming so'mmi? Hammasi bonus, donarimiz uchun 75 ming so'm. Hammasi 75 ming so'm ekan. Hozir ko'rib chiqamiz. Yasmiqli sho'rva. Mavsumiy salat. Va bu setning ichida limonaddan bor ekan. Nimaga unaqa arzon deyishinglar mumkin? Chunki biz restoran emasmiz. Biz oshxonamiz hamyonbop narxlarda tezgina qorninglarni to'yg'azib olsanglar bo'ladigan bir maskan. Do'stlar, hammanglarni kutamiz. Bunaqa setlar kim uchun to'g'ri keladi? Ishxonada ishlab hamyonbop narxlarda obedini qilib oladigan odamlarga yoki yo'l-yo'lakay ketayotganda taomlanib oladigan odamlarga to'g'ri keladi. O'shanga hammani koftayda kutib qolamiz. Mana bunaqa ajoyib setlarda 75 ming so'm. Yaqin tanishlarga tashab qo'yamiz. Suv.